Ovsin olaymi yoki idish yuvadigan mashinkamidi? Bundan oldingi relsimda savol bersam 80% ayollar idish yuvadigan mashinka oling, sizga ko'proq foydasi tegadi. Beminnatgina tiljag'i yo'dib yozib yuborishibdi. Kichkina kelinlar vobshe oyoqdasizlar-yu, katta kelinlar sizlarni yuragilarni olib qo'yish o'rniga sizlar ularni yuragini olib qo'yibsizlar-yu, даже sizlarni ko'rsa 10 metr narida aylanib ketadigan bo'lib qolishibdi. Lekin shu ayollarimiz orasidan bitta Ovsinkamiz gaplari meni e'tiborimni tortdi. Sizni hamma gaplaringiz menga qo'pol tuyuldi. Sababi Ovsinimni yaxshi ko'raman deb yozib yuboribdilar. Hamma Ovsinlar bir-birini hurmat qilib, mehr qo'yib yashasin. Shunda oilamiz tinch bo'ladi, aka-ukalar bo'lsa bir-biriga oqibatli bo'ladi. Nima dedi? Lekin bor gapni aytaman, direktimga kelgan SMS-larni ko'rib yoqa ushladim. Ey ona, nima dangasa qilgansiz? Yana bitta qiz tug'ib berganingizda, uchinchisiga ham o'zimni sinimni Ovsin qo'yardim deb o'ylanib qoldim. Menga Ovsinimning xizmati umuman kerak emas, katta ketmayman-u, lekin Alloh to'rmuchamiz sog' salomat qilsa, o'zimning xizmatimni o'lgunimcha o'zim qilaman. Lekin albatta oilamiz tinch bo'lsa bo'lgani. Lekin bitta qaynanashkani gaplariga rosa kuldim. Hozirgi kelinlar qaynananing xizmatini qilmayapti-yu, sizga yo'l bo'lsin deb yozib yubordi. Hammayli Ovsinlarning temasini yopamiz. Bugun ertalabdan ko'rganinglardek, yana har doimgidek hovli ishlari, bolajonlar uchun yumshoqqina puyre bilan ustiga sayzga qo'r berib, keyin bo'lsa oshxonamni general nyoborka qilib oldim. Bu orada oshxonalarimni general nyoborka qilib, uydagilar qilib kelishgan bozorlarni joylagunimgacha obed payti ham bo'lib qopti. Anchadan beri manta yemayaptik. Bolajonlar yaxshi ko'rishadigan mayda kartoshkali mantalarni ham qasqonga qo'ydim-u, qolgan ishlarimni davom ettirib, soat 1 gacha o'tgan vaqtimni sizlarga videoga oldim. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosish esingizdan chiqmasin.